Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sotuvda mavjud avtomobillarimizdan bir tanishtirib o'tamiz. Birinchi mashinamiz Chang'an Neo A06 avtomobili. Mashinamiz gibrid mashina. Yili 2023-yil bosib o'tgan masofasi 21.000 kilometr. Mashinamiz полный panoramik krishada. Ko'rishingiz mumkin. Eshiklari ham, ruchkalari ham lidaqa ближайший eshikda ko'rishingiz mumkin. Mana mashinamiz ular ham sportivniy, sizlar ham sportivniy 5 o'rinli 360 gradus kamera va tablolarda ham juda akkurat chiroyli ishlagan. Mashinamizda drive modlari bor. Obshipka tarafida sizdeyni matli holatda. Mashinamizda sport rejimiga qo'ysangiz, spoilerlar o'zi ko'tarilib chiqib keladi. Ko'rishingiz mumkin. Mashinamiz juda ham zo'r holatda, tayyor minishga. Hadoylari ham juda ham yumshoq. Polni bak elektr bilan 1200 km bemalol bosib o'ta oladi. Faqat tokni o'zida 110 km yuradi mashinamiz. Narxiga kelsak, $23.500, yana kami bor, kelishtirib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Telefon raqamini qoldiramiz. Va keyingi mashinamiz Chery 8 Pro. Mashinamiz yili 2023-yil. Bosib o'tgan masofasi 78.000. Mashinamiz kraskasi toza, yaxshi haydalgan. Balonlari ham archa, holati zo'r. Farok bezgarilar qo'yilgan, tonirovka ruxsatlari bor. Katta panorama lyuk, bezgucho достуp, slipovая zona. Bundan 3 rejimi bor. Sport Eco normal 3 qator 7 o'rinli mashina. Ko'rishingiz mumkin. Boshdan ham yaxshi haydalgan. O'rin turib tizib olmagan. Mashinamiz orqa bagajlari ham ancha katta. Ko'rishingiz mumkin. 3-qator o'rindiqlarning oralig'ida ham katta. Mashinamiz hech qanaqa ayb nuqsoni yo'q. Narxiga kelsak, narxini $23.500 deb baholadik. Buni ham gaz qo'yilmagan, betani propan qo'yilmagan, faqat benzinda haydalgan. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Keyingi mashinamiz Jetour X95 full pozitsiyada. Jetour X versiyani eng katta, eng uzuni. Ko'rib turibsizlar. Mashinamiz ideal holati. Bu mashinamiz полный radno holatda, faqat oyoqdagi kovri tashalgan. Maydonlari ham katta qo'shilgan. 3 qator 7 o'rinli bilan panorama tom, panorama lyuk. Bezgucho достуp, hamma narsa bilan jihozlangan. Sizlari ham oralig'ini qaranglar, juda ham katta, zo'r ishlagan mashina. Mashinamizda shu kapotida o'zida kraskasi bor. Qolgan joylari radnoy, toza. Bagaji, detskilari ham katta. Bunda alohida ko'rishingiz mumkin. Bu yerda alohida klimat kontroli o'zida 3-qatordagi. Bu mashinamizni narxiga kelsak, $22.800 kami bor, kelishtirib beramiz. Nasiya savdo va barter asosida ham kelishib olamiz. Mashinamiz juda ham chiroyli, akkurat holatda. Keyingi mashinamiz Aykar EQ07 mashinamiz. Mashinamiz полный elektrda. Zapas xodi 510 km. Ko'rishingiz mumkin. 160 bunda ham hamma narsasi mavjud. Sizdeylardan juda ham chiroyli haydalgan, panorama lyuk. Oldi passajir sideniyasida avtomatik sideniya, abagrev, adduv massaji bor. Qolgan turli sideniyada faqat abagrev bor. Shoferda sideniyasida adduv ham bor. Ranglarni qaranglar, juda ham chiroyli holatda. Mashinamizning kraskalari toza. Hadoylari juda ham yumshoq, ideal holatda mashinamiz. Mashinamiz narxiga kelsak, $24.000 kami bor. Yili 2024-yil aytib o'tmoqman. Bosib o'tgan masofasi 41.000 km. Zapas xodi 510 km. Narxi 24.000, yana ozgina o'tib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Va keyingi mashinamiz Haval M6. Mashinamiz yili 2024-yil bosib o'tgan masofasi 11.000 km. Mashinamiz полный radno holatda, kraskalari toza. Zavodskoy
diska balonlarda. Ikkinchi paytda bu mashinamiz ko'rishingiz mumkin. Ishlari ham juda akkuratni. Holatlari zo'r. Bu mashinaga hali yumshoq mashina uchratmadik. Hamma Cobalt yumshoq deb o'yladi, lekin Cobaltdan bir 200% yumshoq mashina. Sizlari ham juda ham yumshoq qalin machalka bilan ishlangan. Yosh katta odamlar ham o'tirib maza qiladi. Berat olmaydi, oyoqlari og'rimaydi. Xo'p, bu mashinani narxiga kelsak, narxini 19.800 dollar. Kami bor, kelishtirib beramiz. Xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Va keyingi mashinamiz Equinox. Mashinamiz 2021-yil bosib o'tgan masofasi 122 ming kilometr, kraskalar toza, 472 ming yo'li eng full paysada. Mashinamizga qo'yilgan narsa tumanli qo'yilgan, 4 ta yumshoq balon, parok zadniy tumanli garmdor deb qo'yishadi. Va tonirovka 9-10 oycha ruxsatlari bor. Mashinamizni alohida e'tibor berishni so'raymiz. 122 ming yurgan mashina, lekin hech qanaqa qirilgan sarapina joylari yo'q. Mana yaltirab ham ketmagan sizlar bu joylari trishina tushib mana yorilib, yirtilib ketadi. Juda akkuratli odam bingan, akkuratli binilgan mashina. Nozikkina odam bingan o'zi ham. Shuning uchun sizlari yirtilib ketmagan. Garmdorlargacha qo'yilgan. Mashinamizni narxini 25,5 ming dollar deb baholadik. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol ko'rsatilgan raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Nasiya savdo, Holland nasiya savdo, barter naqd pulga ham kelishaveramiz. Mashina o'zimizning oldimizda. Xohlasa zo'r narxlarda qilib beramiz. Hurmatli obunachilar, oxirgi mashinamiz ko'rishingiz mumkin. Onyx 2023-yil bosib o'tgan masofasi 12 ming kilometr, kraskalari toza, 6-paytda. Mashina holati juda ham akkuratli holati. Bu mashinamiz ham to'liq radniy holatda, hech narsa qo'yib, taqilib, hech narsa qilinmagan. Даже balonlargacha zavodskiy balonda. Ichki holatlarini ko'rsataman sizlarga. Tashqi tarbiyalar ham akkuratli. Ko'rishingiz mumkin mana ichki holatlari. Bu 6-paytda. Kelishtirib beramiz buni ham, xohlasa. Kimga qiziq bo'lsa, mashinamizning narxini 14.350 dollar deb baholadik. Buni oz-oz o'tib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Salomat bo'linglar.